Qadrdonlar barchaga yaxshi kayfiyat. Hamkasblarimiz mana bunday qilib uyga beton quyish necha pul degan savollarga bugun javob olasizlar. Ustakalarimiz mehnatini qadrlab mana bunday qilib bitta like bosib qo'yasizlar. Qani unda videoni boshladik. Ustakalarimiz уже mana podnoshkalarni qo'yib bo'pti. Ustiga 60 razmerda qo'yib kelyapti ekan. Bu ena qarab bo'lyapti ekan. Tepa balandligi 60 razmerda qo'yib beryapti ekan. Tagi podnoshkasini qo'yibdi 60 ena. Hozir ustakamiz bilan o'zi bilan gaplashamiz. Necha puldan qo'yyapti? Shular haqida to'liq ma'lumot beramiz. Ustakalarimiz mehnatini qadrlab bitta like bosib qo'yasizlar. Qani unda videoni boshladik. Yormen charchamayapsizmi? Olyapsizmi aka? Aka endi barchaga qiziq bu yerda narxlari, keyin proyekt haqida ma'lumot bersangiz to'liq. Xo'p, proyektga kelsak, bu proyektdan o'zimiz bor. Bu proyekt bor. Bu proyektda hozirgi mana holati bu asli bir akamiz xuddi shu holatda qo'yganmiz. Buni takrorlayapmiz hozir. Yana narxlariga keladigan bo'lsak, biz hozir bitta grupni narxni aytib qo'ysak, odamlarga bu kattaroq summa ko'zga ko'rinib ketadi. Nimaga bu unaqa? Bu padoji bor. Padoji отдельный. Padojni ham bir qator ko'rsatib o'tasiz. Buni ichida armatura to'qilgan. Armaturani 1 metr 15 ming so'mdan 25 ming so'mgacha. Sababi uni ham katta kichiklik farqi bor. Xo'p. Padoji hozir 100 ming so'm qo'yildi. Отдельный bu. Отдельный. Buni tagida oyog'im tagida mehnat bor. Xo'p, tepasiga chiqqandan keyin 60 sm bu. Alohida. Bu necha pul bo'ladi endi? 70 ming so'mga to'xtadi. 70 ming. Itago narxi 170 ming so'mga to'xtadi. Savol bo'lib qoladi, shu tayinni kavlab qo'yadigan bo'lsangiz, mabodo qancha summa qo'shiladi? 60 eni, 60 chuqurligi 50 bo'ladigan bo'lsa. Juda to'g'ri savol berdingiz. Aka, endi qarang. Uni narxi hisobda 190 ming so'm qo'ydik. Sababi uni har bir 2 metrga podojlar kavlanadi, dag'lar kavlanadi. O'ziga yarasha дополнительный землетрясениеda ushlab turadigan stakanlar kavlanadi. Shunisidan farq qiladi. Kavlashga alohida summa bo'ladimi shu yerda? Misol 50 chuqurlikda kavlasangiz, endi 60 bo'lsa necha pul oladi? Shu kavlashda o'zi kavlashi ham baribir pul bo'lsa kerak yo bepulmi? Uni metr 35 ming so'mdan bo'lyapti. Kavlash. To'g'ri. O'shunda hammasi bo'lib qancha tushadi summa, общий summa mashq holatiga kavlab qo'yadigan bo'lsangiz? Mana shu holatga kelishi 210 ming so'mga to'xtadi. Qo'ydik 210 ming so'mga to'xtadi. 210 ming so'mga kavlab shu holatda armaturalar to'qib tashlash. Armatura. Bu yerda metrini necha pul qo'yib berasiz, xullas общий qilib 170 mingga to'g'ri kelyapti. 170 ming so'mga to'xtadi, xudo xolasa aka. 170. Xizmatlar bo'lsa qayerdan qaygacha xizmatingiz? Xo'p, bizniki vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab Andijon, Farg'ona, Qo'qondan ham bemalol murojaat qilaveradi. Namangangacha boramiz. Bo'ldi. Ustakalarimiz mana ko'rib turibsizlar, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilib, buyurtma qilishinglar mumkin bo'ladi. Agar uyga anaqa uylar quyish, uyga beton quyish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Ekrandagi raqamlarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi obyektda ko'rishguncha.